Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiriga xush keldiniz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Janbada. Talada havo sal sovuq, onun ustiga shamol sal kuchliroq. Shunga uyda o'tiribla hozirlarga bir asar sunay dedim. Kitap o'qish munbirimizga izchil diqqat berib kelayotgan qarindoshlarga ma'lum, bundan bir yil ilgari, ya'ni 2023-yili 5-oyning 1-kuni xalqimizning qalb to'ridan o'rin olgan dangliq yozuvchimiz, shoirimiz marhum Abdurim O'tkir apandi tavalludining 100 yilligini xotirlagan edi. Ham shu munosabat bilan munbirimizda har oyda oz deganda bir qitim shoirimizning asarlaridan o'qib, qarindoshlarga sunishni planlagan edi. Mana ko'zni yumib ochqicha bir yil o'tib 2024-yili 5-oyga yetib keldi. O'tgan bir yil jarayonida kitap o'qish munbirimizda nihoyat qimmatli bir suhbat xotirasi, ya'ni meni xalqim quchog'idan ayirma degan temadagi suhbat xotirasini 3 bo'limga bo'lib o'qib berdim. Uningdan boshqa yana she'r va shoir, yaxshi xalq maqollaridan iqboslar, qosh teshig'i madiya, dengizdan sada, g'azal, yiroqdan xat, men oq bayroq emas qatorliq nasr va she'rlari o'qildi. Albatta, buningdan keyinmi kitap o'qish munbirimizda marhum yozuvchimizning asarlari uzilmay o'qildi. Bugun hammamizga ma'lum, marhum yozuvchimiz iz va uyg'ongan zamindan iborat 2 parcha nihoyat qimmatli tarixiy romanni bizga miros qoldirib ketdi. Bugun qo'limda Yalqin Ro'zining "Men nimishqa obzor yozaman" nomli kitobi. Bu kitobda Yalqin Ro'zining "Uyg'ongan zamindan uyg'ongan fikrlar" nomli bir parcha obzori bor. Men dangliq yozuvchimiz tavalludining 101 yillik xotira kunida hozirlarga bu asarni sunishni nihoyat muvaffaq ko'rdim. Xo'sh. Uyg'ongan zamindan uyg'ongan fikrlar. Necha 100 yillab davom qilgan ma'naviy gadoylik tufayli o'z tarixini unutish, milliy enini yo'qotishdek halokatlik taqdirdan islohot, echivitish siyosatining turtkisi bilan aram qutulib kelayotgan xalqimizning bariiy zo'qidan ko'ra tarixiy zo'qi bakrak ichiqab ketgachga tarixiy temalarga bag'ishlangan asarlarni o'qish qizg'inligi boshqa temalar aks ettirilgan asarlarni o'qish qizg'inligini besib tushdi. Bu xil ruhiy holat tabiiy holda tarixiy romanlarning bozorini chiqardi. Bu ittik bozorda bir qadar yaxshi yozilgan tarixiy romanlarla emas, hatto badiiy mahorat, tarixiy chilliq jihatlarda nachar chiqqan asarlarmi besilib qolmadi. Xalqimizning tarix havisining kuchayishini, tarixiy romanlarni yozishning yaxshi fursati deb bilgan bir qism sazgur yozuvchilarimiz cho'ng-kichik tarixiy temalar haqida ajoyib qizg'inlik bilan qalam tavritib, aldiraqsonlik bilan e'lon qilganmi bo'ldi. Tarixiy eng ojiz, badiiy deti töven bir qism yozuvchilarning mas'uliyatsizlik bilan yozib chiqqan bu asarlarni o'qigan chig'imizda bo'ptila yo'qdan yaxshi deb o'zimizni bazlamasdan o'zga chora yo'q. Hozirga qadar nashrdan chiqqan tarixiy romanlar ichida tarixiy chilliq va badiiy mahorat jihatda xeyli pishqan asarlar bor bo'lsa-mu, lekin bu romanlarning badiiy saviya, tarixiy cho'nqurligi, estetik yuksaklik jihatdagi farqi ancha zo'r emas. Biz o'qiyotgan bu tarixiy romanlar ichida birarsidanmi yozuvchining xursinishlari, hasratlik nidolari, real dunyo haqidagi andishlarini, kelgusi haqidagi ogohlantirishlarini hamda tarix to'g'risidagi xitoblarini anglag'ili bo'lmaydi.
Milletimizning tarixiy taqdiriga nisbatan boshqa millatlarning eslashlarini qo'zg'aya oladigan sehriy kuchga, qalbimizning chunqur qatlamlaridagi shivirlashlarni boshqa millatlar qalbiga singdira oladigan badiiy kuchga ega tarixiy asar texi bizda yaralgani yo'q. Real ahvolimizga qarab lilla maydonda turib aytadigan bo'lsak, 20-asrning keyingi yerimidagi bir butun Uyg'ur adabiyoti texi bayroqdan xoli. Biz faxrlangudek biror ulgilik nadir asar vujudga chiqmadi. Xanzu xalqi Lushin apandining jasad sanduqiga yozgan millatning qalbi degan sharafli nomni biz texi kimning qabri teshiga yozishimizni bilolmaymiz. Shundaqdimi biz yanala hasratlik, ulug' armonlar ichida nazarimizni adabiyotchilar qo'shinimizning bir necha qadam oldida ketayotgan jasoratlik yozuvchilarga tikimiz. Ulardan so'yinamiz. Biz so'yindigan yozuvchilardan biri hayotining ko'p qismini majburiy tengilgan behuda badallardan to'lashga sarf qilib, 67 yilni qayritgan mo'tabar yozuvchi O'tkir apandidir. Bu pishqadam yozuvchi o'zining qobil qalami orqali yezib chiqqan tarixiy romanlarimiz ichida badiiy va tarixiylik jihatdagi utuqlari bilan oldingi o'rinda turadigan Iz nomli romani 80-yillarda Uyg'ur kitobxonlarini o'ziga eng jalb qilgan edi. Shunga bu yozuvchining Uyg'ongan zimin nomli tarixiy romani nashrdan chiqquncha keng kitobxonlarning taqozolik ichidagi sadolari pasaymadi. Menmu shu tashna bo'lg'uchilarning biri bo'lg'ashqa romanni so'yinish ichida o'qib chiqdim. O'qish jarayonida ba'zi joylarda hayojinim suslab, tabassum chiroyimda ketib qolgan bo'lsa-mu, lekin yozuvchining qutlug' qalamining texi yo'rg'isidan qolmaganligiga opirin o'qidim. Romanning menda ta'sir qoldirgan yeri Xo'janiyaz Hoji bilan Ma Jungying xarakterining tarixiy aynaklik asosida yoritilganligi bo'ldi. Yozuvchi bularning obrazini yaratishda tarixiy shaxslarga bo'lgan ko'zqarash va baho jihatda siyosatchilar, hatto tarixchilar bilanmi o'xshash o'lcham qo'llanmaslik prinsipiga amal qilgan. Ularni xarakteri o'zgachaligiga ega bir butun murakkab odam deb qarab, ularga adabiyotchi sifatida muomala qilgan. Shunga Xo'janiyaz Hojining qo'pol, surlik, qaram, tarsa, sodda, oqko'ngil, nodon, mardona xarakteri alohidligi zo'qlang'uvchilarga ishonchlik, chin tuyuladi. Yozuvchi Xo'janiyaz xarakterini yaratishda kishilik xarakterining mohiyatini oshkorlovchi apchil detallardan va psixikalik tusi qo'yuq so'z jumlalardan ustunlik bilan foydalanib, dehqonlar qo'zg'olonining bu qaram dohisiga haqiqiy insoniy tus baxsh etgan. Shuncha zo'r qo'zg'olonga tutish qilgan turuqliq qilayotgan ishining oxirgi nishonini aniq bilmaydigan, hatto bayroq loyilashni o'ylab yetarmagan. Ezilgan xalqning beshi turuqliq dushmaniga qo'l bergan bu sodda boshchining xarakteri yozuvchining qalami ostida pardozlanib madiylangan bo'lsa-da, cho'qim u jonsiz soxta ma'budga aylanib qolgan bo'ladi. O chaqda chilliq asosi bo'lmagan bu xarakter kitobxonlarni ta'sirlantirmayla qolmasdan, balki butun asarning ijtimoiy unumini tuvallatib etadi. Muayyan tarixiy ong'a ega, tarixiy burish tuyg'usi kuchli bo'lgan mas'uliyatchan yozuvchi bu xil oqibatga yo'l qo'ymagan. Albatta, haqiqatni qizg'in so'ygandala, ondan haqiqatning quchoqlashiga muyassar bo'lg'ili bo'ladi. Xo'janiyaz Hoji Yasin Gachchining og'ziga eritilgan kumush pulni qo'ymoqchi bo'lganda,
Xo'ja Niyaz hoji Yosin Gachchining og'ziga eritilgan kumush pulni qo'ymoqchi bo'lganda, biz bu xil rahimsizlikdan jiddiylashsak, Qamarxon oylani qo'yib etib, Xaricha xonimni olmoqchi bo'lganda, avval gangirab, keyin yumurluq kulimsiraymiz. Jimisarda qo'lga tushirgan qurollarni vaqtida olmay, Majuningning damiga tushganda, Xo'ja Niyaz hojining soddiligiga tergib qolamiz. Bizni ta'sirlantirib, o'zimizni unutildirayotgan bu xil sehriy kuch albatta Xo'ja Niyaz hoji xarakterining chinligidan kelgan. Biz bu xil sehriy kuchning turkisi bilan Xo'ja Niyaz hojining agri to'qay hayot yo'lini bo'ylab ilgirlab, dastlabki bir chatda tomosha qilguvchi o'rindan asta-asta ijtimoiy ziddiyatlar va ideyaviy hissiyotlar to'qinishiga kirib qolamiz. Yozg'uchi salbiy kuchlar vakili bo'lgan Talva Sarkarda Majuningning obrazini yoritishdimi, siyosatchilarga xos bo'lgan an'anaviy qimmat qarashining ta'siriga yo'l qo'ymay, zamonaviy adabiyotning qimmat yuzlanishini moslashgan holda uning tavakkulchi, hiyligar, botur, ammo nomard xarakterini tarixiy chinliq asosida xeyli muvaffaqiyat yaratgan. Majuning Xo'ja Niyaz hojiga qaraganda bilimlik, ilm fikri to'la, harbiy taktikasiga mohir Sarkardi. Xo'ja Niyaz hoji bo'lsa, odatdagi urush taktikasiga mohir Sarkardi. Xo'ja Niyaz hoji bo'lsa, odatdagi urush taktikalarini qo'llana oladigan, yiroqni ko'ra olmaydigan nodon Sarkardi. Romanda yozuvchining Majuning obraziga bu xil tus berishi Xo'ja Niyaz hojining polvonlik obraziga ta'sir yetkazmaydi. Agar Majuningdan iborat bu tarixiy shaxsning xarakteri chinligiga e'tibor berilmay, uning qobiliyatli salbiy qahramonligi gavlandirilmagan bo'lsa, tabiiy holda Xo'ja Niyaz hojining botir obraziga ta'sir etgan bo'ladi. Chunki ko'p hollarda qahramonning jasorati va farosati raqibining kuch-qudrati va hiyla qiltoqlarini shart qiladi. Mundaqcha aytganda, polvonni yengmagan haqiqiy polvon hisoblanmaydi. Xo'ja Niyaz hojining Majuningning muntazam qismlari bilan ko'p qitim tutishqanligi, Shingsaydak qobiliyatlik, qiltoqchi, harbiy ma'lumoti yuqori, Stalindek kuchlik yo'lanchiga ega mustabidni necha yil holsiratganligi. Shingsayning Xo'ja Niyaz hojini jang bilan yengolmay, eng oxiri do'stlik qo'ng'iriqini jiringlatish yo'li bilan ko'ndirib, Jungo tarixidagi feodal xon amaldorlarning o'z raqibini yo'qitishdagi eng unumli an'anaviy usuli amalga tayinlash hiylasi bilan aldab o'ldirganligi sir emas. Yozuvchining siyosiy sehrgar, makkor tulka Yang Zhengshingning qeyrib oljigan chog'dagi xarakteri aloyligi hammanglar Shinjonglik, aytila jamiyatga chiqisizlar. Bu yerning ishini buzib qo'ymanglar. Shuni esinglarda tutinglarki, mubodo borgan o'rninglarda qandaqdir inqilob deydigan biror harakat bo'lib qolsa, mening qilichim oldi bilan sizlarning beshinglarda o'ynaydi degan bir necha ig'iz so'zi bilan to'liq ichib berilganligi meni tehamo mahliya qildi. Yozg'uchi Uyg'ongan zamin romanida tarixiy aynaklik bilan badiiy iqtidor o'ttirsidagi ziddiyatni muvofiq hal qilib, tarixiy chinliq bilan badiiy chinliqning munosabatini xeyli obdonlar tangshiyaligan bo'lsa-mu, lekin ijodiyat jarayonida ijtimoiy ziddiyatlarni yezishga toza ko'ngil bo'lib, psixikalik to'qinishlarni yezishga ancha kuch sarf qilmagandek va badiiy boyaqni aldirab surtib qo'ygandek his qildim. Adabiy asarlardan zo'qlanish kishilarning ma'naviy turmushidagi kuchli individual tusga ega estetik
faoliyat bo'lg'achqa, biror asar ustida har kimning o'zgacha qarashga ega bo'lishi tabiiy, albatta. Uyg'ongan zimin romaniga mahorat, badiiylik va tarixiy nuqtadan sistemalik baho berishda romanning oxirgi qismlarining nashrdan chiqishini kutishga to'g'ri keladi. Yozuvchi 80-yillardagi tarixiy romanchiligimizda iz romani orqali o'zi yaratgan yuqori saviyani bosib o'tib, 90-yillardagi Uyg'ur kitobxonlarining qalbidagi mo'tabar o'rnini saqlab qolsa ajab emas. 1990-yil avgust. Ishonamanki, dangliq yozuvchimiz, shoirimiz marhum Abdurim O'tkir apandining qalbimizdagi mo'tabar o'rni mangu tafranmaydi. Xo'sh, bugungi asar o'qishimiz mushagichi bo'lsin. Kelar qitimliq kitob o'qish programmamizda ko'rishaylik. Munberimizdagi asarlarni yoqtirgan bo'lsanglar, do'stlar ara hambahrlashni unutib qolmanglar. Munberimizga texnik mushtari bo'lmaganlar bo'lsa, darhol mushtari bo'lib olinglar. Shuningda har bir qitim asar o'qiganda issiq vaqtida anglay olasizlar. Oxirida huzuringizga qisqa bir sinni qo'shib yo'lladim. U bo'lsa-mu yaqinda do'stlar bilan birga Londonga sayohatga borgan vaqtimizda tatgan ko'rinishlar. Marhamat. Xayr xo'sh, kelar qitimliq kitob o'qish programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Mana xonimlar bilan rasm tushishni boshlab etdik. Emsa Londonga safarimiz oңышlı olsun. Dostlar. Kitap o'qish munberimizning hurmatli mushtari. Munberimizga yetgan hurmatli qarindoshlar. Angliyaning markaziy London shahrida. Ko'ryapsizlarmi? Mana kaynimdagi o'qish munarliq bu yerga sayohat qildim. Ikki do'stim bilan birga sayohat davomida nazarlar ana bu yasalgan bulup aynı bakımda yukarı teknikler şundan görüp bunun için hakikaten
London'ның көзі mana. Yağmur meyğip ketdi mana. Bek batır kensler cuma. Acayip yaraştı ma palto kara. Adaş. Öyle. Öyle ya. Bek şurayla. Just the two, just two. I don't have a zero. Bek çoğun mu ki o nimsi? Kipak ne? Ben bunlar Rafra'nın ki bunda isil collectionlarını kömeptiken ben acayip isilken. Nice when you wear with a dress, like if you put the dress, you put right up to the back as well. Should I show you? Mükemmel siz nimini kötünüz? Kanı yarattınız? Ütek mi ama bek isilken. Paşins igiz miken? Ben kara pakaycı. Şu tüpüstikeni. Tüpüstikeni karan. Şu. For film shaman. Sure. Everything at home. Oh, so we can buy everything here. We can design.
Bugün biz London'daki çoxum görüşkə tegishli bo'lgan yerlardan birisi British, ya'ni Angliya musiqasini keldik. Bu musiqada ko'rilgan narsalar bakli ko'p. Ammo eng muhimi bu musiqadagi islom dunyosi bölümünü çoxum bir yaxshi ayrıldı. Jirodishim
ikki do'stim bilan birga